eng arzon vodiy kanalida arzon narxda Nexus 3 avtomobili bor. Ikkinchi pozitsiya mexanika mashina 2018-yilda ishlab chiqarilgan 81 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Bir qo'l ekan, akamiz o'zlari yangiligidan olib bir qo'l haydagan ekanlar. 81 ming yurgan, gaz ham o'rnatilmagan, benzinda haydalgan mashina. Xo'p, bitta ana shu joyda kosmetika qiladigan joyi bor ekan, arzimagan. Bitta arzimagan narsani ko'rsatmayman. Keyin hali tosh uchirgan joylari bor mana. 3-4 ta. Endi o'zlari haydab turgan mashinalari mana shunaqa 3-4 ta tosh uchirgan joylari bor. Bemalol hamma yo'qni yaxshilab kelib tekshirib olsalaring bo'ladi. Balonlarning holati o'rta turibdi. Salonlarning holati ham. O'zlarini haydab turgan mashinalari endi yuvdirmasdan olib kelganlar. Mashina kir holatida bitta chiroyli qilib mo'yka qilib olib kelib ketsalaring bo'ladi. Gaz ham qo'yilmagan, benzinda yurgan mashina 2018 81 ming родной пробегda. Nimasi? Bu endi tayyorlanmagan mashina aytibman. Xo'p, $6800 ga bera oladi. Telefon qilib bemalol baraka qilsalaring bo'ladi.